Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston, butun Markaziy Osiyo O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempionatida qo'llab-quvvatlayapti. Ijtimoiy tarmoqlarda yuzlab, minglab videolarni ko'ryapmiz. Qo'shnilarimiz bizni yigitlarimizni qanaqa qo'llab-quvvatlayotganini, motivatsiya berayotganini. To'g'risi bu fantastika. Shuning uchun men ham Amerikaga ketishdan oldin o'yladim, biz ularga qanaqa rahmat aytsak bo'ladi. Umuman Markaziy Osiyoni birdamligini qanaqa ko'rsatsam bo'lar ekan deb o'ylab, bitta g'oya kelib qoldi. O'sha g'oyani dizaynini chizdim, tekstilga berdim va ajoyib bitta sharf yaraldi. Ko'rasiz. Tadam! Bu sharf maxsus yasatilgan va butun Markaziy Osiyo birdamligini ramzi sifatida aks etadi. Mana shunaqangi sharfdan butun chamadanim to'lgan. Hozir Toshkent xalqaro aeroportidaman, Amerikaga uchish arafasida va mana shu sharflarning hammasini Amerikaga borganda stadion atrofida tekinga tarqatmoqchiman. Bemalol qozoqlar, qirg'izlar, tojiklar, turkmanlar kim bo'lsa ham mana shuni tarqatamiz. O'yinda agar tasavvur qilsangiz, stadionda butun Markaziy Osiyo xuddi mana shunaqangi sharf ko'tarib tursa, bu butun dunyoga ushbu mintaqani tinchligini, do'stligini, ahilligini, birdamligini ramzi bo'ladi va menimcha hamma hayron qolsa kerak. Qozoq bavurlarimiz, qirg'iz qardoshlarimiz, birodari tojik, turkman og'alar, hammanglarga rahmat. O'zbekistonni qo'llab-quvvatlayotganingiz uchun, yigitlarimizni qo'llab-quvvatlayotgan